3 дня назад. Вот. Ага. Спасибо огромное, Рахмат Кутакон. 5. Так. Dunyoni har bir cheti hozir. Menga men istagan. O'zbek ekanku siz. Ha, o'zbekman, voy. Nima deyotdim? Menga men istagan va xohlagan Allohning mo'jizalari hozir. Allohning mo'jizalari. Mo'jizalarni ko'rishlik Al-Musavvirga osonda. Hozir xohlagan Allohning mo'jizalari va to'liqroq qilib yozaylik. Mo'jizalari va go'zalliklarini ko'rishlik kimga? Al-Musavvirga, to'g'ri. Al-Musavvirga oson. Musavvir. Ana. 4-5-sini ham yozib bo'ldik. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Rahmat, aytganingiz kelsin. Shirinchaligini qaranglar buni. Turmushga chiqmaysizmi? Peshonaga qachon yozgan bo'lsa, o'shanda chiqamiz-da, xudo xolisa. Sog'liq haqida yozamiz. Sog'liq. Sog'liq. Esdan chiqish kerak emas. Sog'liq bo'lmasa biz g'isht nima qila olmaymiz. Sog'liq. 6-punkt. 6-punkt.
Qayerdan siz? Qirg'izistondan, Qizilqiyadan. Men va mening yaqinlarimning sog'lig'ini у вас там время, наверное, 8 да. Почти. Ha, yaxshi. 5-4 минуты. 8. Mening va понятно. Mening va mening yaqinlarimni Ar-Rohmanni yozdik-a? Ar-Rohim deymiz Afg'oniston. Va mening yaqinlarimni sog' salomat va xotirjam. Главное xotirjamlikda o'zi ba'zida odam trevojniy bo'ladi-yu. Например, hamma narsalar borda, o'zingizda xotirjamlik yo'q, bilasizlarmi? Xotirjamlik bo'lmasa ham hech nima totmaydi. Tak, mening va mening yaqinlarimni sog' salomat va xotirjamligi Ar-Rohimga oson qilamiz ham. Sog' salomat va azmani полностью narsa aytaymi? 1 minut. Ay billah. Sıkılma dostum bu dünyanın gamidan, dedi. Sıkılma hala kaç kardeşim? Сейчас, минуточку. Topdim. Ketdik. Mana sizlar yaxshi o'tiringlar, maylimi? Hoppa. Baba shuncha odamning ichida ekib bormi? Acha bu 10 tasigacha ham yozib qo'ysam, keyin erta yana qolganini davom ettiramiz-da, chunki bittada bilasizlarmi, mana, например, buni ham men zalga o'xshataman-da, mana. Namoz o'qishlar ham, shu narsalar ham hammasini zalga o'xshataman-da, так как mana oddiy mana zalga borib juda ko'p shug'ullanib tashlaysizlar-ku, ertasiga bezilib qolasizlar, bilasizlarmi? Chunki charchab qolasizlar-da, chunki holinglar ham qolmaydi. Men mышцаlar hamma yo'g'inglar oriydi-da, потому что men namoz o'qishlar hammasini ham shunga o'xshataman. Sekin-sekin boshlash kerak demoqchiman. Har bir narsani ham sekin. Хорошо, сидите, никогда не болейте. Спасибо огромное. Вот. Xotirjamligi Al-Quddusga o'tsin. Keyin Alloh shunaqa qilib ismlarini aytib, maqtab turinglar. Shunaqa erkalatib, biz shu 99 ta ismlarini aytganimizda ismini erkalar ekan Xudo bizga. Представляете? Hozir.
Al-Quddus. Oltitasini yozib bo'ldik. Endi 7, 8, 9, 10'ini yozib qo'ysak, 3ta yana 3ta punktini yozib qo'yamiz. Ozgincha siz bilan gaplashib o'tiraman. Keyin o'sha dalish yana kitobimni o'qiyman borib. Yuzimni o'qiyman. 7. Tez-tez yozish, soat 8 bo'pti. Mana qamni to'g'rilab olishim kerak. Rejimmi bor? Cho'za rejim, не пойму. 7. Ochib qo'ydim. Muzlab sovqotdi. Isib ketdi. Demoqchi edim. Boya mama ham olib qo'yganman. Uydagilarning sovg'asini. Aniq balkonda muzlab qoldi deyapti. Nima qilsam ekan, bu uydagilar Qozog'istonda qachon kelishadi bilmayman. Uydagilar aytishyapti, o'zing ochib yeyavergin deyishyapti. Men uydagilar uchun olgan edim buni. Shu o'zim yeb o'tiramanmi endi? Shunchasini. Bekor. Как будто uyimdagilar men sovg'amga zordi. Но все же, знаете, baribir to'g'ri tushmaydimi? Baribirga приятно-da. Так.